Namangan viloyati bolalar kutubxonasi. Birgalikda kitob tinglaymiz. Kichik hikoya. Ahillik. Doniyor maktabdan kelsa, uyining oldi qorga to'libdi. U ovqatlanibdi, so'ng hovliga chiqibdi. Chanasiga to'qilgan savatni joylabdi. Keyin qor kurashga tushibdi. Savat to'la qorni uzoqqa to'kib kelibdi. Doniyor senga yordam beraman deb qo'shni do'sti Narimon kelibdi. U ham chanasini sudrab chiqibdi. Keyin yana u qorlarni kuraymiz, kelishdikmi? Kelishdik, dedi Doniyor quvonib. Ikki o'rtoq chanada qorlarni tashib bo'lishdi. Keyin Narimonning uyi yoniga borishdi. Ko'makka Berik bilan Serik qo'shildi. To'rtovlon mazza qilib qor kuradilar. Qoyil, ishni 2 soatda tugatdik, deyishdi bolalar. Shunday qilib, do'stlar ahillikda ko'cha hovlini qordan tozalashdi. Bolajonlar, siz ham do'stlaringizga yordam berasizmi? Inoqlikda gap ko'p. Insonning doimo do'sti va mana shunday ishlarda yordam beradigan yaqini bo'lish kerak. Sizlar ham ko'p do'st orttiring va mana shunday ishlaringizni birgalikda bajaring. E'tiboringiz uchun rahmat.